Livikchilashyaptamizlar. Bugun sizlarga livikdagi botlarni qanday ochish kerakligini o'rgataman. Eventga tushib olamiz. Shartda orujalarni olib, pastdagi botchani ochishga tushamiz. Vektorda otib ko'ramiz. Vektorda o'lmaydigan bo'lsa, pulemyotda otib ko'ramiz. Mabodo pulemyotda ham o'lmaydigan bo'lsa, tinchgina o'lib qo'ya qolamiz. Bu yerdagi bitta botchani o'zida otib olib, David ham qilib yuboramiz. Bu yerda ikkita botchi bir-biri bilan ochayotgan vaqtda biz 3-bot bo'lib orasiga qo'shilib ularni otib yuboramiz. Bu yerdagi bitta botcha menga o'xshab shay eshitmarkan. Uni shartta yoniga borib otishga harakat qilamiz. Zo'ra qo'limiz qatirashi kerak. Mana shu joyda qo'limiz qatirib otib keyin sразу David qorishimiz kerak. Bu yerda chiroyli bo'lib kapaliga o'xshab uchib ketayotgan vaqtda naryoqda ikkita kapalichani urib tushira olmasligimiz kerak. Urib tushirib qo'yadigan bo'lsak, umuman bo'lmaydi. Bo'lmasa yo'q forishimiz mumkin. Shuning uchun bo'lmaydi. Aptechka o'raymiz shartda. Aptechka o'raganimizdan keyin hayotib ko'ramiz. Mabodo hayamizga adashib tushib qolsa deb hayotib ko'ramiz, lekin hayamizga adashib ham tushmaydi. Endi kutamiz, bittasi chiqib beradi. Bittasi chiqib bergandan keyin uni shartda otib olib, David ham qo'yishimiz kerak. Va bint o'rab o'tiramiz, haya kelishini kutib. Ana boshimizga bitta haya ham keldi. Endi yana bitta haya kelishini kutib, aptechka o'rab o'tiramiz va bitta haya shundoq boshimizga kelib qonadi va biz o'lib ketamiz.